Salomatmisizlar. O'tgan darsda biz geometriyaning asoslarini tushuntirib ketgan. Bugun 2-paragrafda sho'la va kesinda nima ekanligini bilamiz. Masalan, bir tuz chiziq ko'rsataylik. Bir tuz chizig'ida biz masalan A chekitini belgilab qo'ysak, bizda endi shu tuz chizig'imiz 2 bo'lakka bo'linib ketdi. Shuni shu tuz chiziqda bir chekit qo'ysak, bizda tuz chizig'imiz 2 bo'lakka bo'lindi deganni biz bundaq bir aksioma turida kirgizamiz. Tuzdagi har bir chekit shu tuzni 2 bo'lakka bo'ldi. Esinglar kelib ketay, aksioma deganimiz isbotlanmaydigan qoida, aniqlamada. Masalan, berildi, shundaq yodlab olamiz. Nimishki bundaq ekanligini isbotlamayli ishlatamiz. Endi shu tuz chizig'ida, tabiiyki tuz chizig'ida biz уже masalan B chekitini qo'yib qo'yay, не обязательно A har qanday chekitni qo'yib qo'ydik. Va 2 bo'lakka bo'lingandan keyin shu har bir yarim tuzni biz sho'la deb ataymiz. Sho'la yoki yarim tuz deb berilgan chekit, mana berilgan chekit va barliq chekitlar shu berilgan chekitning bir tarafida yotadigan tuzni ataymiz. Masalan, B chekitini qaranglar, so'ng tarafida mana tuzning bo'yida ko'plagan chekitlarni belgilasak bo'ldi. Shu B chekitidan tortib so'ng tarafga hamma tuzning bo'yida yotgan hamma chekitlarning yig'indisini biz sho'la deb ataymiz. Ya'ni boshqacha biz buni beshi bor, oyig'i yo'q tuz deb atab ketamiz. So'ng tarafiga bo'lish bu sho'la bo'ldi, o'ng tarafiga sho'la bo'ldi. Sho'lani biz masalan bundaq bir boshqa tuzsiz so'z qo'yib, mega 5 chekit qo'yib qo'ysam, cheklangan ko'rdingmi? Bir tarafi cheklangan, ikkinchi tarafi cheksiz bo'lgan tuz chiziqni biz sho'la yoki yarim tuz deb ataymiz. Endi shu sho'laning boshlanadigan chekitni sho'laning cho'qqisi masalan D deb qo'yaydi, yoki bo'lmasa sho'laning 5i deb ataymiz. O'sha geometriyada aniqlamlarni yaxshi tushunib yodlab olgandan keyin to'liq hisoblarni yaxshi chiqaramiz deb. Va har qanday sho'lni biz latin kichik harflar bilan belgilaymiz, yoki bo'lmasa sho'lning ustida 2 chekit berilgan bo'lsa, biz shu harflarning jupi bilan belgilaymiz. Masalan, dassiz qo'yay. Bu bizda A tuz chizig'i desak, bunda A kichik latin harf bilan yozib qo'ysam bo'ldi. Yoki bo'lmasa mayda A B bo'lsa, u vaqtda A B deb jup 2 sonni ishlatib tuzni belgilaymiz. Endi shu bir tuz chiziqda biz bir chekit emas, masalan 2 ta chekit o'rinlashtiraylik. Tasvirlasak mushtaq. D E bo'lsin. Men spesial endi bizga обычно A B C D deb latin cho'ng harflar bilan belgilaymiz va A dan boshlaymiz. No, не обязательно bir A dan boshlash degan hojat yo'q. D dan boshlasang bo'ldi, E dan boshlasang bo'ldi. Biroq matematikada принято обычно A B C D deb belgilaganda o'zimizga o'ng'ay bo'ldi-da, shuning uchun alfavitning 5 dan tortib belgilaymiz. Endi kesinda eng nima chiqdi? Sho'la degan nadiyus tushundinglar. Tushunmasanglar, mana shu yerda kommentariyga yozib turinglar. Kesinda deb 2 chekit va mushlarning orasidagi o'rinlashgan hamma chekitlar bor, buni tuzning bo'yida biz cheksiz ko'p chekitlarni belgilasak bo'ldi. Mushlarning hammasini biz kesinda deb ataymiz. Yoki bo'lmasa kesinda deganimiz 2 tarafi cheklangan tuz chiziq deb atsak bo'ldi. Endi kesinlarni nima uchlarida qanday chekit bo'lsa, shu chekit bilan belgilaymiz va bundaq bir eng aksioma kirgizamiz. Har qanday sho'lning cho'qqisidan boshlab berilgan kesinga teng birlik kesinda ilishqi bo'ldi deydi. Ko'rsatib qo'yay. Masalan, buni bizda A tuz chizig'i bo'lsin va bundaq bir yerda kesinda olaylik. Masalan, kerak qo'yay. Cheklangan ikki tarafi A B kesindisini olaylik. Mega обычно O deb belgilab qo'ydik, как начало koordinat bo'lgandek. Va nima qilamiz ki, shu O sho'lasiga
A, B kesindisini ep o'rinlashtiramiz. A chekitini O chekiti bilan betlashtiramiz. A, B tuzini O şolsa betlashganda mesela meydan A, B, M'ga chang keldi deb qo'yaylik. Примерно meni yaxshi nima qilmay qoldi. Dag'raqsiz qo'yay. A, B kesindisi va nima deydi? Mushu şolning cho'qqisidan birla mushtaq kesin. Mesela A, B'ning uzunligi 1 sm deb qo'ysak, vaqtida O cho'qqisidan A, B kesindisini birla qatim mushtaq A, B sizalaymiz. Boshqacha sizish mumkin emas. Her qanday kesindilarni biz bir-birisiga tag'in kesindi bo'lishi mumkin. Bir kesindi ikkinchi kesindidan cho'ng yoki kichik bo'lishi mumkin. Uni selishtirish uchun abaykindek nima dedik? A, B kesindisini alaylik. Masalan, A, B kesindisini va undaqsiz qo'yay, C, D kesindisi bo'lsin. Mush ikki kesindi o'zaro tangmi, tang emasmi? Ashuni aniqlash uchun biz bunu A, B kesindisini men tochka qo'yishim kerak. Tochka qo'ygandan keyin, demak bu точно kesindi. Tochka qo'ymasam, bu уже tuz siziq bo'lib qoldi. Mushu A, B kesindisini C, D kesindisi bilan selishtirish uchun biz nima qilamiz? Buni masalan C cho'qqisini elib, A cho'qqisini ustiga qo'yamiz, betlashtiramiz va undaq A bilan B kesindisini C bilan D kesindisi bilan betlashganda C A bilan совмещается deydi, D bilan Y bir yaga kelsa, o vaqtida A, B kesindisi C, D kesindisiga teng deydi. Ikkinchi masalada masalan A, B kesindisi bunaq bo'lsin. C, D kesindisini daqsiz qo'yay. C, D'ni, конечно, biz bu yerda C, D сразу ko'rindi-ku, что A, B'dan kichik deb geometriyada undaq isbotlashga bo'lmaydi. Biz albatta bir terminlarni ishlatib, bir usullarni ishlatib ko'rsatishimiz kerak, что mushu действительно A, B kesindisi C, D kesindisidan cho'ng ekanligini aniqlash uchun biz C, D kesindisini elib, C cho'qqisini A cho'qqisi bilan betlashtirsak, daq M'ga kelganda D M'ga kelib qoldi, durustmi? C, D. Voy, kechirsizlar. C, D bu qoldi. Endi biz ko'ryapmiz, что действительно C, D A, B'ning ichida. Shuning uchun nima deb yozamiz? A, B kesindisi C, D kesindisidan uzun. Yani hamma narsani aytib ketdim deb o'ylayman. O vaqtida hisoblarni chiqaraylik. Birinchi misolda bunda deydi. Agar sho'lar kesinda deganlarni tushunmagan bo'lsanglar, menga kommentariyga yozib qo'yinglar. Ya bo'lmasa bir hisoblarni tushunmasanglarmi, yozib aytinglar. Berilgan chekitdan cho'qqisi retida chiqadigan qanchta sho'lar bo'lishi mumkin? Naq o'tirg'i bir chekitni qo'ya, M chekiti bo'lsin masalan. M chekitidan necha sho'li o'tkazishga bo'ldi? Sho'l deganimiz nima dedik? Beshi bor, oyig'i yo'q, tuzsiz. Masalan, men M chekitidan bunaq bir sho'l o'tkazsam bo'ldi, durustmi? Yoki bo'lmasa men tövanga, moyoqqa. В общем, qaranglar, ustiga, o'ngga, so'lga degandek, bu yerdan mushtaq sho'lidan o'zinglar ko'ryapsizlar, уже men 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tani sizdim. Buni bilan cheklanmaydi. Qanchalik sho'li bir chekitdan biz оказывается sho'l chiqaraveramiz. Qanchalik chiqaramiz kelsa chiqaraverdi. Shuning uchun qancha sho'l bo'lish mumkin deganning javobi cheksiz ko'p. Cheksiz degani бесконечно daqsiz belgisi bilan ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. Endi hisobda A, B kesindisidan C chekiti elingan. Ko'rdinglarmi? Geometriyada sabli mushtaq tekst yozilgan. Sizlar mushu tekstni geometriyalik figuralar, shakllarni tasvirlashni o'rganishingiz kerak. Shuni beshini yaxshi o'rganib olsak, super bo'ldi-da, yaxshi bo'ldi. O'zinglarga unda A, B kesindisi dedik. A, B. Tochka qo'yishni unutmaymiz. A, B kesindisi bor ekan. Ve mush A, B kesindisida C mesela M'ye bo'lsin. Nu endi u o'zinglarning ixtiyoringiz. Men bir qo'ysam bo'ldi. Bu yerda C to'g'riliq hech kim berilmagan. Bu общем A bilan B'ning bir arsida bir yerda. Va
Kısaca mele dep ketişini unutып kaptım. Da muşu C çektimizde belgülegenki biz nda okusak boldu. C çekti A ve B çektinin arasında. Yaki bolmasa A çekti C çektinin son tarafında. Mesela menge Y çektini koyup koysam A ve Y çektileri C çektinin bir tarafında dep deymiz. Baka Y kerek emas, köz koyganım. Bizde bolsa, bizde AB, ACC, ACB, ABC şolları arasından muvafık şollar çöpünü atanladı. Tabi men bunu AB kesintisinde davamlaştım. Bayaq tüz tərəf ketidi. Şu vaqtida A'dan C'ga bir şolu badurusma. A, B, muşlarning qaysi muvafık degan bir-birisiga одно и то же degani go. Masalan, A, B şolusi yoki bo'lmasa B, A şolusi ular o'zaro muvaffiq şollar. Do'stma A, B u B, A'ga teng. Shundaqla A, C şolusi, C, A şolusi bir-birisiga muvaffiq. Axirgisi nim qoldi? C, B, B, C'ga muvaffiq shiki-shikidan jup-jup şollar. Nomer 2.5 C şolusining C cho'qqisidan A, B kesindisiga teng CD kesintisini quringlar dedi. Cho'qqisi deymiz yoki beshi deb ataymiz rusma boshlanishi. Şolni ko'raylik, rasmga qaraylik. CY şolusi tasvirlangan va deydi C cho'qqisidan AB kesintisiga teng CD kesintisini quringlar. Qaranglar, AB mana shular ko'rdingizmi? AB A chekitidan B chekitiga kelish uchun men o'tgan darsda ko'rsatgan. Sizlar buni chaqmoq daftardan undaq 2 kletka solga bir chaqmoq qurmangandan keyin sizlarda buni AB kesintisining uzunligi chiqadi ekan. Shunda vashe biz nima deymiz? Selishtirish uchun C chekitiga A chekitini bir-birisiga betlashganda buni AB kesintisi 2 chaqmoq, bir chaqmoq qurib bo'lgan kichik chaqmoq, o'nga bir chaqmoq qurib mana B chekitime keldi-ki va AB kesintisi CY'ning, men точно видно, yerimsiga do'ma 2 kletka bo'lg'ashqa. A biz B chekiti CY kesintini o'tirsin desak bo'ldi. Katta dalishi. Ikkinchi B rasmda AB mundaq ekan. AB kesintisi уже bizda 2 chaqmoq to'van, 2 chaqmoq o'ngga bo'lgandan keyin meydimi 2 chaqmoq to'van, 2 chaqmoq o'ngga deb biz o'zimiz sozvamiz, undaq maktabda qilmaysizlar. Sразу deyiladi. C chekitiga A chekitini betlashtirib, naq AB kesintisini qo'ysak, B chekiti mana men keldi ekan. Endi V'ni o'zinglar chiqarib, keyin menga WhatsAppga aytinglar. Endi hisobda deydi, tuzdagi mana berilgan chekitlar uchun B va C chekitlari A chekitining bir tarafida, B va D chekitlari A chekitining bir tarafida yotganini belgilik. U chog'da C va D chekitlari A chekitiga nisbatan qandoq o'rnashgan? Endi tuz chiziqni bundoq siz qo'yay. Nima deydi? Belgini qaraymiz, qaranglar. B va C chekitlari A chekitining bir tarafida. Masalan, men birga A chekiti qo'yay, chekitni qo'yib A. A'ning bir tarafi deymiz, so'ng tarafi bo'lishi mumkin yoki o'ng tarafi bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz birinchi jag'dayda bundaq qaraymiz. Masalan, A chekitining menda so'lga qaytganki so'ng tarafi deylik. B chekiti va C chekiti mana menga C B bunda yozib qo'ydim. Mumkin maydi B, maydi u belgisiz. B bilan C'ning o'rni qanaqa pakatda belgisiz. Просто A chekitining bir tarafi deganki, mustaq ko'zda qo'ydik. Masalan, mustaq qolsin. Yana deydi, B va D chekitlari A chekitining bir tarafida. B va A chekitlari qaysini deydi? B kechirasizlar. B va D chekitlari A chekitining bir tarafida. A'ning bir tarafida B bo'lgandan keyin D тоже D mumkin mayda bo'lishi mumkin. D yoki bo'lmasa mayda bo'lishi mumkin. B bilan C'ning orasida yoki bo'lmasa D C bilan A'ning orasidan bo'lishi mumkin. Bu yerda variant ko'p. Shuning uchun masalan mush qilib qolsin.
Mana hech qanday narushatsiya qilmatimda bizda qaraytaylik. B ve C çekitlari A çekitining bir tarafida. Mana B bilan C A'ning bir tarafida bo'ldi. Ve B D çekitleri A çekitining bir tarafida. Biroq miyada qarang, buni D çekit mesha qo'yib qo'ysak, bo'ldi в принципе da. B ve D çekitinde. Bo'ldi ekan. U chaqda C ve D çekitleri A çekitiga nisbatan qanday o'rnashgan? Ko'ramiz, C ve D тоже A'ning bir tarafida o'rnashgan. Mo'shul hisobni masalan bunday desak ham bo'ldi. Qarangda siz qo'ygan A tuz sizig'ini B ve C çekitleri A çekitining bir tarafida deydi. Agar men so'ng tarafga yozdim, o'ng tarafga qilaman. A çekiti bo'lsin. B ve C çekitleri A çekitining bir tarafida deydi. A'ning o'ng tarafida bo'lsin. Shu vaqt menga B qo'yib qo'yay, menga C. Ya'ni nima deydi? B ve D çekitleri B ve D çekitleri A çekitining bir tarafı deganki, mesela D'ni mebirga o'rnashtirsam bo'ldi. Shu vaqtda B bilan D тоже A çekitining bir tarafida bo'ldi. A, B, C, D, E, F kesintilari teng 3 bo'likka bo'ladigan chekitlarni ko'rsating. A, B qaranglamaydi, B 3 chaqmoq. 3 teng bo'likka bo'lish uchun men chekit qo'yib qo'ysak, shu chaqda A, B, C, D va E, F lar masalan G bilan H qo'yib qo'yaylik. E, F kesintisi qarasak, diagonal chaqmoqning o'ttirsini ma'nodagi shu vaqtda men kichik chekit qo'ysak, E, I da qo'yaylik, K masalan da qo'yaylik. E, I, K, 2F da bundoq 3 kesintiga bo'lyapti teng. C, D de 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaqmoq bo'lganki, bundoq 2-2dan bo'lib atsak, L, M da qo'yay. U chaqda bizda yana 1, 2, 3 tal teng kesinti chiqdi. Hesapla o'ng'ay. Думаю, hesapla o'ng'ay, tushunchlik. A, B ve C D kesintilarining qo'shimchasiga teng kesintini quringlar. Yani sanaymiz. A, B kesintisi 3 chaqmoq, C, D kesintisi 2 chaqmoq. Sizdan ikkisini qo'shintisi 3, 2ni qo'shsak 5 chaqmoq menga patamda 3, 4, 5 patdi ekan. A'ni menga yozman. Axir D'ni yozib qo'yay. A, D kesintisi, qarang, kechirishlar. A, D kesintisi bizda A, B bilan B, C kesintilarining qo'shimchasiga teng. Mana A, B degan menga chang. B qo'yib qo'ysam bo'ldi. Burası B, C ga o'xshash bo'lg'ashqa mayli yozmay qo'yay. В общем, qo'shimchasi A, D kesinti chiqdi. Ikkinchi rasmni shunda kichik chaqmoq qo'shgandan keyin 4 chaqmoq bo'ldi bu yerda. A'ni deg'ichangda qo'yay kesintimiz. I oxirgisi bu yerda diagonal bilan qaraymiz. Qarang, mana A, B kesintisi 1, 2 chaqmoqning diagonalida, C, D kesintisi 1 chaqmoqning diagonalida. Shu vaqtda A, B bundoq sizsak, uning uchiga C, D'ni qo'shsak, A, D kesintisi bundoq bo'ldi. Hamisida A, B teng A, D teng A, B qo'shilgan B, C. Oxirgi hisobimiz qoldik. Suratda tasvirlangan A, B oyoq oxirgi emasda. Bularni A, B ve C, D kesintilarini selishtiringlar dedi. Har qanday hozircha пока что bizning bildigan metodimiz ikki kesintini o'zaro selishtirish uchun biz bir kesintining 5'ini elib, ikkinchi kesintining 5'iga qo'yib, o'sha buni A, B kesintisi bilan C, D kesintisini bir-birisiga batlashtirishimiz kerak. Va agar C chekiti bilan A chekiti batlashganda B chekiti bilan D chekiti bir-birisiga teng bo'lib kelsa, u chog'da A, B kesintisi C, D kesintisiga teng deb ataymiz. Bu yerdan sizlarda kitobda shu rasmlar bor, shuning uchun sizlar ham bunday qilinglar.
lineykalarni sızgıçlarını elip CD'ni ölçeğinler qancha santimetr, AB'ni ölçeğinler. Sizler bundaq üst-üstük koyamaysızlar. Şunun üçün sizler kitapdan onu kesip alamagandygin CD kesindisini ölçeğinler, AB kesindisini ölçeğinler. İkisinin uzunlukları teң bolsa, AB teң CD dep yazıp koysuzlar. Ну, bu точно так. Так, men qaytdim. Şunu bilen ders meçede ayaklaştı. Eğer bireylerini düşünmegen bolsaňlar, kommentariýa yazıp goýaňlar. Dersin düşünüşlik bolsa, like deyişini unutmamaňlar.